Раз, два, три, проверка звука. А? Раз, два, три, проверка звука. Раз, два, три, проверка звука. Chet el namunasi saqlovchilarga xizmat ko'rsatish va sud xabarlari bilan ishlash bo'limi yetakchi mutaxassisiga nomzod bilan suhbat berilgandi. Nomzod Qahhorov Javohir o'g'li 2000-yilda tug'ilgan, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti bakalavr tugatgan. Hozir Sapienza universitetining magistraturasi talabasi. Tugatishga fanlari yopilgan, faqat diplom zashda qolingan. Yoki yozib hozir o'sha joyda borib zashda kelgan. bir haftaga borib zashda qaytiladi. Aytis o'tgan bo'yicha hujjatlari bor. Yetishariz. 7,5. Qachon oldinsan? Shu o'qish topshirishdan 2 yil oldin. 2 yil oldin. Ha, 2 yil oldin topshirdim. 23. Bu sudda faoliyat davomida malaka sertifikatini oldik. İki işte. Mana bu savollarga javob bergan nimalar bor? Xo'p, David aka bitta savol beraymi ham? Mana. Просто сложно deydi. Markaziy proyektor to'g'risida o'zimiz faoliyat yuzasidan nima axborot egasiz qanaqa bo'ldingiz? Qancha o'sha 1 oycha bo'ldi, 1 oydan ozgina oshdi. Ha, asosiy 99-yil adashmasam asos solingan, 2023-yil aksionerlik holat aksioner общество bo'lingan. Funksiyalari qimmatli qog'ozlar bilan ishlash, учет прав собственности, исключительные функции ЦД это после регистрации ценных бумаг ставится на учет именно в центральном депозитарии, то есть все ценные бумаги регистрируются в центральном депозитарии. Ставится на учет или регистрируется? Ставится на учет. Регистрация на ППД bo'ladi, adashmasam.
И еще центральный депозитарий ведет учет ценных бумаг, которые принадлежат государству отдельно. Ведет реестр акционеров, работает с эмитентами, открывает счета, депо-счета. Также учет, расчет и корпоративное обслуживание. То есть центральный депозитарий может получать денежные средства от эмитентов и как бы распределять дальше акционерам. Hozirda Pahlavon отделida ishlayotganimda chet elliklar bilan ishlashni ko'rdim. Swift ko'pincha Swift hozir hech qayerda o'rganilmagan ekan. O'shanga ko'proq Swift ko'rib chiqdik. 500-chi nimalar 535, 536. Nima bo'ladi? 535 bu har kuni jo'natiladigan сообщение Swift orqali. Unda qoldiq operatsion kun oxiriga qolgan qimmatli qog'ozlarni jo'natib turishimiz kerak. 536 bu istoriya tranzaksiya, u kunlik bo'lishi mumkin, haftalik bo'lishi mumkin, oylik bo'lishi mumkin. Qanaqa tranzaksiyalar bo'ldi, hammasi jo'natiladi. 540 dan 543 gacha bular bu поручениялар, поручение deliver, receive degan поручениялар. Ularga Central Depository tomonidan 544 jo'natiladi, confirmation degan подтверждение и 546. И yana bir asosiy Swift сообщение bu 564 уведомление о корпоративном действии. Ular nima bo'ladi? Nima qilyapsiz? Ular nima bo'ladi? Bu Swift orqali Swift o'zi bu как messenger banklar orasida yoki finans organizatsiyalar orasida безопасный обмен информацией olish uchun yaratilgan programma yoki messenger bo'lib kanalda o'shandan aloqa qilinadi chet elliklar bilan hozirda. Shuni mana olyapsiz, 500 dollar. Nima deb bo'ladi? Non bormi? MT. MT 535. MT tushunarli. Именно центральный депозитарий ishlatiladigan anaqalar. Nabor formatida, format сообщений. ISO 15022 mo'ljallangan. Standartlashtirilgan formatlar. Da, standartlashtirilgan. Siz hozir 500 yana qanaqangi formatlarni bilasiz? Masalan, bizlarda shu kungacha qancha format 15 nechta birinchi savol. Qanaqangi standart bor va qaysi bizda joriy qilingan va qancha nechta formatlarni o'rganib chiqdingiz? Bizda nechtasi tasdiqlangan formatlar bor? Центральный депозитарийdan общий 535 536 536 yo'q menimcha hozircha, chunki texnически qiyin deyishdi uni nima qilish, chunki istoriya tranzaksiya o'tkazish kerak. 540 541 542 544 541 bilan 543 hozircha yo'q, chunki bu delivery DVP bo'yicha delivery versus payment bizda hozircha FOB bor ekan, free of payment, NCBO deb eshitdim, бессменный владельца. Chunki сделkalar hammasi birjada bo'lishi kerak ekan. O'shaning uchun bizda hozircha FOB SMS jo'natishimiz mumkin. И asosiysi 564, chunki kelayotgan korporativniy действиялari oldindan ogohlantirish. Bu выплата dividend bo'lishi mumkin, погашение obligatsiya bo'lishi mumkin yoki собрание акционеров bo'lishi mumkin. Shular. Денежный formatlardan tasdiqlanganimizda amalga oshiramizmi? Денежный format yo'q. Pullar bo'yicha. Pul bo'yicha hozircha yo'q menimcha. Nima uchun? Chunki birjada bo'ladi. Chunki agar odam egasi o'zgarsa, owner o'zgarsa, bu сделка bo'ladi. Hozirda bizda birjadan o'tish kerak bu nimalar. Bizda pul mablag'lari bo'yicha masalan o'zimiz kontragent bilan pul mablag'lari, aslat pul mablag'lari qoldiqlari, pul pasport yuborilgandan keyin tasdiqlab berishlar, formatlarda Pul bo'yicha emas, faqat xizmatlar qog'ozlar. Nima uchun pul bo'yicha? Chunki Central Depository Polobank hisoblanadi. Asosiy ish doirasi bu qimmatli qog'ozlar. Pul emas, chunki bank emas. Pul mablag'lari bo'yicha ham qilamiz, lekin agar bu masalan qimmatli qog'ozlar aytaylik, pul mablag' so'm yoki xorijiy valyutada bo'ladigan bo'lsa, ular alohida. Alohida. Xorijiy valyutada bizda huquqimiz bo'lmaganligi uchun ularni hisobchini qilmaymiz. Huquqimiz yo'q, operatsiyani amalga oshirmaymiz.
Yana savollar. İngiliz tilida savol berishim mumkin. You describe yourself about your tell about your plans, future plans in for the 3 years. This 3 years, you mean yes, future 3 years. Okay, after studying at a master degree, I decided to gain some not only theory but practical skills. That's why I came to Central Security Depository. And my friend, I studied with Pahlawan at bachelor degree. He said that there is a good opportunity to grow because everything that's happening now is doing for the first time, and I have good opportunity to gain knowledge and practical skills here. That's why I think I will grow with Central Depository. Do you have any working experience? I don't have experience, but I worked during my studies at bachelor degree. I worked as a math teacher, and I had some internships while studying in Ministry of Finance and at the Embassy of Uzbekistan in Russian Federation in Moscow. That's it. But official, Minfinda institut bor edi, soliq to'liq nomi hozir esimda yo'q. Byudjet va soliq bo'yicha institut edi. Исследовательский institut. O'sha yerda praktika o'tganmiz. Byudjet va soliq. Soliq ma'muriyatchilik emas, Yo'q, byudjet va soliq. Moliya vazirligi topshirdi. Исследовательский institut edi. Yo'q, emas. Boshqa edi. Bugun zidliklarni asosiy ehtiyojini tanlash bo'ladi. Boshida kelganda Pahlavon ishini ko'rdim, keyin har bir ishlayotgan xodim oldiga borib, ular ishini ko'rdim. Постановкаdan uchotni ko'rdim, зачисление дивидендов, проблемный bo'ladigan bo'lsa, uni ko'rdim. Keyin обновление personal данных, agar ma'lumotlar eski bo'lsa yoki yetishmagan bo'lsa, shularni ko'rib chiqdim. Keyin clearinglarni ham ko'rib chiqdim. Nima qiladi? Asosan shu o'rganadigan narsam juda ko'p ekan. Endi boshida juda qiyin bo'lyapti. Lekin o'rganishga tayyorman. Qiziqish. O'zingizni mana shu joyda mana shu ko'ryapsizmi? Yo'q. Qiziqish bor. Qiziqish bilan birga o'rganishim kerakligini tushunib turibman ko'proq. Tayyorman. Hozir siz nomzodingiz ko'rilayotgan joy juda to'g'risini aytishim kerak, og'ir joy. Sababi bu o'zimizdan kelajakda bizni xorijiy kontragentlar bilan ishlaymiz-da. Sababi bu ishlaymiz degani bu sanada aytayotgan swift va ma'lumotlarni almashuv bitta tema, bitta tomon. Undan tashqari uni qilishimiz uchun ular bilan kommunikatsiya masalasi bor. Ular bizlarga nisbatan to'g'risi global qistalgan banklar. Ular u jihatdan ham funksiya jihatdan ham, aktiv jihatdan ham, hamma jihatdan bizdan ancha katta. Ularni tengma-teng gaplashish kerak. Buning uchun esa juda ko'p narsani bilish kerak. Shuning uchun agar bu joyga ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, komissiya bilan ko'ramiz. Juda ko'p narsani bilish kerak. Nafaqatgina depozitlar. Bu korporativ действия, aytilganda korporativ действия kichkina tushib tuyulyapti, lekin bu bilginki emitent tomonidan amalga oshiriladigan korporativ harakatlarni, korporativ hodisalarni hammasini ertaga kuni SIDA orqali, markaziy depozitlar orqali yetkazadi. O'rtada hech kim yo'q infrastruktura, faqat SIDA. Значит, SIDA turibdi, emitent bilan SIDA turibdi. Ertaga qanaqadir bittagi mijoz bilan, даже investitsiya vositachilar ham orqali faqat biz turibmiz. Shuning uchun ham bitta korporativ harakat, soliq ma'muriyatchilik masalasi kelib chiqadi. Bundan tashqari depozitlar operatsiyalar masalasi kelib chiqadi. U ertaga
o'sha bilan bog'liq bo'lgan qonunchilikdagi har xil o'zgarishlar masalasi kelib chiqadi. Ularni ham yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Oldin bilan qanaqa o'sha bilan bog'liq bo'ladi, ularni ham yetkazib berish. Sababi boshqa infrastruktura yo'q. Shuning uchun hozir xalqaro nominal saqlovchi o'zi kim? Sen kimga tushunasan? Ular qanaqa funksiyalar bajariladi? Kastadian banklar kim? Qanaqa funksiyalar bajariladi? Qisqa aytib bersin. Иностранный номинальный держатель. Ular nima bo'ladi? Клистрим bu международный depozitarный sistema, o'sha katta Клистрим Euroclear degan. Chet elliklarni to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston bozoriga kirish huquqi yo'qligi uchun через иностранный номинальный держательlar orqali kirsa bo'ladi ular. Иностранный номинальный держательlar shu TSDda o'zining shotini ochadi. Kirishi mumkin, hech farqi yo'q kirishiga to'g'ri. Kelib, har qanday brokerdan kelib shot ochish mumkin, nega ochmayapti ular? Nega kelib turib nominal saqlovchini batmoq keladi? Kelsan, ba'zi brokerdan shot ochsan. Yo, bizni qog'ozlar chet elda sotilish uchun adashmasam иностранный номинальный держатель kerak. Qo'l olib o'tirgan joyi yo'q. Kelsin, ba'zi ochsin. Telefon birjada turibdi, broker nominatsiyasini olib olsin, to'g'rimi? Nega shuni ish qilmaydi? Ishonch masalasi bo'lsa kerak endi. Qismimiz javob beryapsanda. Nominal saqlovchi kimdir o'rtada aktivini nominal ushlab turuvchi, ya'ni o'shani garant bo'luvchi bitta infrastruktura kerakda. Sababi u to'g'ridan to'g'ri qaysidir brokerni ishlash uchun u aytaylikki bitta global bankni oladigan bo'lsak, buning aktivi million barobar ortiq bo'lgan bitta bank aytaylikki kichkina o'zidan bizni ularga noma'lum bo'lgan bitta brokerga sho'tashmaydi. Shu nuqtai nazarda garantiya, birinchisi garantiya, sababi o'zi mijozini bilmaganligi uchun kimdir kelish kerak bo'ladi, o'shanga ishonib turib keladi. Risklarni qisman kamaytirish. O'sha tizim shuni saqlab turish. Yana nima? Hamma boshqaruvlardan ozod bo'ladi. Unga u ertaga dividendini ham olib kelib beradi. Buning uchun qanaqadir korporativ harakatlarni uning uchun amalga oshirib beradi. Buning uchun saqlagani huquqini o'sha yerda garantiyalarni kafolatda saqlab turgan. Bitta masala, undan tashqari boshqa masalalar ham hammasi o'z o'rniga oladi. Bu boshi og'rimaydi. Unga vaqt kerakli dividendlar oladi, kerakli paytda aksiyalar bo'ladi, bo'lmasa obligatsiyalar bo'ladi. O'sha huquqdan foydalanib o'zi korporativ harakatlar orqali o'sha huquqni foydalanish uchun sharoit yaratdi. Shuning uchun ham katta banklar bitta nominal saqlovchi bo'lsin deydi. Sababi ular keldi degani o'zini aktivini o'ziniga ishonchli bo'lgan o'sha saqlovchini saqlaydi. Bu boshqa bir narsa. Tak. Nominal saqlovchi haqida gapirib berasan? Nominal saqlovchi xorijiy nominal saqlovchi. Xorijiy nominal saqlovchi sentralniy xorijiy nominal saqlovchi va xorijiy nominal saqlovchi. Nominal saqlovchi o'zini nomiga hech narsa olmaydi. U porichenniy klientda ish olib boradi. Xorijiy deganda chetdan kelgan organizatsiyalar chet ellik deyiladi. Kimlar o'zlarining klientlari? Depozitariylar bo'lishi mumkin, katta banklar bo'lishi mumkin, investor-posredniklar ham nominal saqlovchi bo'lishi mumkin. Shu aytganda ular o'zlari hech qanday o'zini nomidan ish olib bormaydi, klient poricheniyasi bo'yicha bizlarda bozorda o'z faoliyatini olib boradi. Qancha O'zbekiston aksiya ko'rinishida O'zbekistonda qancha aktivga ega O'zbekiston? Qimmatli qog'ozlar ko'rinishlarga qancha aktiv bor ekan nominal qiymat? Bu haqida ko'rdim, esimdan chiqib qoldi. Emitentlar adashmasam 600 dan ko'proq edi. 600 dan ko'p emitentlar bor edi. U yoqda общий объем trillion edi. 27mi? To'g'ri, ular boshida ko'rdim, raqamlar esdan chiqib ketdi.
55 ta adashmasam ingliz tasvirni bor edim, ko'rdim. Eslab qoldim. Qancha aksiyadorlar bor ekan O'zbekistonda? Bu haqda ham esimda yo'q ma'lumot. Soni. Javohir, shu faoliyatimizga tegishli qanaqa hujjatlar bilan tanishib chiqdingiz? Me'yoriy hujjatlar. Boshida kelganimda shu Qahramon Lexus'dan ko'rib chiqdik. Zakon о регистрационных бумагах ko'rib chiqdim. Hozir ham 36-28 правил ведения deb o'sha yerda ham ko'rib chiqardim. Va unga taalluqli bo'lgan, endi test topshirayotgan payt, testga tayyorgarlik ko'rayotgan paytimda ham qidirib hammasini o'qib chiqdim, lekin nomlari esimda yo'q. Tepasidagi nima raqamlari. Asosan nima to'g'risida? Yo'nalishlar aytadi. Bu nomli yo'nalishlar bor. Nimani tartibga soluvchi hujjatlar? Nima hujjatlar? Nima haqlariga gapiradi? Mayli, sizdan datasini, raqamini so'ramaymiz. Там yo'da правила organizatsiya targov bor edi birjalar uchun. Central depozitarining huquqlari yoki prava и обязанности funksiya central depozitariy hammasi yozilgan. Aksionerlar to'g'risida bor edi. Aksionerning общество nima qanaqa faoliyat olib boradi? Pravilada Yo'q, pravilada emas, общий hozir aytyapman. Pravilada faqat central depozitariga oid bo'lgan pravilalar qo'llaniladigan. Bular hammasi oid bo'lgan deganlariga shuni aytayapman. Aksionerlarga oid bo'lgani bor, ichida посредник broker dilerlarga oid joylari bor. Keyin mana bu Swift formatlari dedingiz, o'sha 500 lar nimalar tez to'g'rimi? Ularni qayerdan olarkanmiz biz? Swift haqida juda ma'lumot kam ekan. Yo'q, mana format, mana. Format o'z ISO saytida bor. ISO 15022 degan saytida o'z hamma сообщениялari xarakteristikalari bor. Ha, o'zdan sayt spesifikatsiyadan foydalanmadik. Yo'q, ISO bo'yicha ko'rdik. O'zim saytiga o'z menga dostуп yo'q shekilli, uni registratsiya qilib. Nega ochiq bu sayt? Hamma ko'chadagi hamma ko'rish. CDdagi saytini aytyapsizmi? CD saytida bor edi, u yerda ham adashmasam andazasi baribir nimadan olingan. ISOda kirsangiz u juda katta bir dunyo narsa. Hamma nimalari bor. U yanlış ketasiz. Endi mana shu faqatgina biza foydalanadigan formatlarni u spesifikatsiya qilib, qaysi formatlardan foydalanamiz, qanaqa foydalanamiz, ularni o'zdan saytga qo'yib qo'yganmiz-da. Uni ko'rdim, ochib chiqqan saytni. O'sha yerda mana boya savol berdilar. Qaysi standartlardan anaqa foydalanar ekanmiz? 15 yana nima bor? 20.022 bor, adashmasam hali kirib kelmagan. 20.022 da ham anaqa hozir ishlayotgan formatlari bor bir ikkita. Ular bo'yicha ko'rmadinglar. Yo'q, 20. Nima farqi bor ekan? 15 bilan 22. 20 farqi juda katta edi. Nima asosiy farq? Yozilish strukturasi hamcha boshqacha edi, har xil edi. Yozilish strukturasi boshqa, lekin yana Shuni bilmadim. 15 qulaymi, 20 qulaymi? Ancha yangi chiqqan qulayroq bo'ladi, har doim shu tarabatga qilingan bo'lsa kerak. Va keyinchalik hamma 20 ga o'tsa kerak. Keyinchalik. Menimcha bitta farqlardan bittasi masalan o'sha MTShlarni ikkita uchtasini masalan bitta 20 birlashtirib oladi-da. Bitta 20 birlashtirib oladi. Masalan yana boshqa narsa farqlari bor. Uni farq qilish anaqasi bor. Men sizga beraman, lekin ko'rib chiqasiz. Prezentatsiyasi ham bor. Bu katta narsa. Endi asosan biza agar endi Swift bilan ishlaydigan bo'lsangiz, kelgusida anaqa qiladigan bo'lsangiz, biza o'zlarini ishlab chiqqan formatlarimiz borda. O'sha chet ellik nominal saqlovchilarga o'sha nima saytga qo'yib qo'yganmiz. Bizga keladiganlar aytamiz, mana formatlar bilan biz ishlaymiz. Mana shular bilan san bilan axborot almashamiz deb ular oldindan ko'rib o'shanga tayyorlanib, lekin bizda hisob raqam ochishda o'shani qo'llaydi ular. Ha, bo'ldi, tushunarli deydi. Hamma formatlar bilan ishlar ekan bular.
o'sha uchun qo'yib qo'ymaysda uni. Endi u hamma so'g'u bazasiga kirib butun formatlarni ko'ravermaydi. Juda katta anaqada. Asosiy ishlatiladiganlari. Asosiy ishlatadiganlar o'zini ajratib qo'yilgan. Ko'rdim. Просто Swift сообщение разбор qilayotganda bu yoqda baribir tablitsada berilgan, podrobniy yozilmaganligi uchun unga kirib baribir ochib ko'rib chiqdik detalizatsiya. O'shani ko'rib chiqdik. O'shaning uchun trenajyor. Bular endi o'qimaganda ham anaqada. Trenajyorga u yaxshi. Vaqtida Ishlashga yaxshi. Bular ertaga agar qaror qabul qilinsa, ishga qabul qilib, bular sertifikat olish kerakmi? Пользовательga uchirni kurslarga dostуп ochiladi. Bizdagi Swift Smart'imizga pochta ochilgandan keyin dostуп ochib beramiz, o'qib o'rganiladi. Sertifikat olish kerak. Lekin u nima platformasidan u sertifikat olishi juda unaqa nima emas, Endi o'zi uchun o'qiydi, ya'ni sertifikat uchun o'tda o'sha etaplardan o'tsa, o'sha bo'lib sertifikat chiqib kelaveradi. O'sha etaplarda aytadi, mana bu narsani o'rgan, mana bu narsani o'rgan, u paskaskada, o'zi uchun o'qish kerak. O'qish kerak bizda. Ha. Mana xo'jalik oxirida chiqqan farmon Kizilato'li. kapital bozorida o'zgarish kuzatiladi. Qisman markaziy price-ga qanaqa vazifalar yuklatilganiga, markaziy price-ga nima qilish kerakligi haqida qisqacha aytib. Boshini o'qib chiqardim, lekin oxirigacha yetib bormadim o'sha Kizilato'lda ham. В основном yangi turdagi obligatsiyalar, masalan, valyutni obligatsiyalar kirib ishlab chiqarish yozilgan edi. Adashmasam bir qancha trillionmi? Valyutni obligatsiya qatta bizda chiqadi. Valyutni obligatsiya bizda chiqishga ruxsat beradi. Chunki oldin obligatsiyalar faqat so'mda chiqarilishi kerak bo'lgan. Endi boshqa chet el valyutasida ham chiqarishga ruxsat beriladi. Berilishi kerakmi? Farmonda yozilgan. Markaziy price-ga roli qatta bitta. O'sha o'zini nimalari qoladi menimcha, faqat shu valyutalik obligatsiyalar qo'shiladi. Chet elliklar haqida ham yozilgandi. Lekin to'liq o'rganib chiqmadim hali uni. 250 ton. Nega o'qimadingiz? Asosiy bizning hujjatlarimizni bittasi yo'q. O'rganib. Так, ma'qul. Savollar bormi? Tak, sizga rahmat. Agar chaqiramiz.